Muzlatgichda qolib ketgan qatiq bo'lsa, tashlab yuborishga shoshilmang. Aynan shu qatiqdan mega shokoladli, issiqqina choylar bilan zo'r ketadigan pirog tayyorlaymiz. Eng avval quruq masalliqlarimizni kattaroq idishga solib, venchik yordamida aralashtirib olamiz. So'ng qatiq, tuxum hamda o'simlik yog'ini solib aralashtirishda davom etamiz. Avval venchikda, keyin esa bir xil massa bo'lishi uchun mikser yordamida aralashtiramiz. Xamir suyuqligi shu holatda bo'ladi. So'ng o'zingiz xohlagan plitka shokoladdan maydalab solasiz. Men yanada yeyishli bo'lishi uchun mayiz hamda yong'oq qo'shib yubordim. Duxovkaga solinadigan idishimizni yog'lab olib, xamirimizni quyamiz. Xohishga qarab ustiga yana yong'oq solishingiz mumkin. Oldindan qizdirilgan duxovkada 180 gradusda 40-50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ichlari yaxshi pishganligini albatta tekshirib ko'ring. Endi pirog soviguncha ustiga shokoladli glazur tayyorlaymiz. Bitta butun plitka shokoladga ozgina hidsiz yog' solib, mikrovolnovkada eritib olamiz va pirog ustiga surib chiqamiz. Mega shokoladli issiqqina choylar bilan zo'r ketadigan pirogimiz tayyor bo'ldi. Resept yoqqan bo'lsa, yurakcha bosib qo'yishni unutmang.